Farzlardan avval va keyin o'qiladigan sunnatlarning qanday fazilati bor? Ularni o'qimas ham bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Mazkur sunnatlarning fazilati katta. Bir qancha hadis shariflarda ularni doim o'qib yurishga kuchli targ'ibot bor. Ularni uzursiz tark qilishni ulamolar makruh deydilar. Bizning o'lkalarda farz namozlardan avval va keyin o'qiladigan namozlarni sunnat, boshqa ixtiyoriy namozlarni esa nafl namozlar deb atalishi urfga kirgan. Aslida farz namozlardan avval va keyin o'qiladigan nafl namozlar ta'kidlangan sunnatlar, sunnatul xudoga kiradi. Ta'kidlangan sunnatlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam doim o'qib yurganlar. Juda kam holatlarda tark qilganlar. Sunnati muakkadaning hukmi shuki, unga amal qilgan kishi savob oladi. Uni tark etgan esa malomat qilinadi. Agar tark etish takrorlanaversa, gunohkor bo'ladi. Umdatur Rioya kitobi. Mazkur sunnatlar haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bunday marhamat qilganlar. Kim bir kecha va kunduzda farzdan tashqari 12 rakat namoz o'qisa, unga jannatdan uy quriladi. Peshindan oldin 4 va keyin 2 rakat, shomdan keyin 2 rakat, xuftondan keyin 2 rakat, bomdoddan oldin 2 rakat. Imom Termiziy rivoyati. Bu hadisni eshitgan Ummu Habiba onamiz shundan keyin ularni doimo o'qib kelmoqdaman deganlar. Hanafiy mazhabimizda ushbu rivoyat to'lig'icha hayotga tatbiq qilingan. Ushbu hadisda farz namozlarga tobe sunnatlarni doimiy ravishda o'qib borishga qattiq targ'ib va ulkan va'da bor. Bu va'da jannatda ushbu namozlar uchun mukofot tariqasida Alloh taolo tomonidan qurib beriladigan alohida uy, ya'ni qasrdir. Shuning uchun ham Ummu Habiba onamiz ushbu hadisni eshitganlardan boshlab u namozlarni aslo qoldirmay ado qilganlar. Hanafiy mazhabimizda eng ta'kidlangan sunnat bomdodning sunnatidir. Payg'ambarimiz bu haqda bunday deganlar: Bomdodning 2 rakati, ya'ni sunnatini agar sizlarni otliqlar quvib kelsa ham tark qilmanglar. Imom Ahmad va Imom Abu Dovud rivoyati. Farzdan avvalgi sunnatlarning vaqti namoz vaqti kirgandan toki farz namozi boshlanguncha. Farzdan keyingi sunnatlarning vaqti farzdan keyin toki namoz vaqti chiqqunichadir. Jumhur ulamo sunnat namozlarni uzursiz tark qilishni makruh ko'rganlar. Ba'zi fuqaholar sunnat namozlarni tik turishga qodir bo'la turib, o'tirib o'qish makruhligini bayon qilganlar. Quvayt fiqh ensiklopediyasi. Ushbu sunnatlar farzning xushu va huzusiga tayyorgarlik bo'lsa, boshqa tomondan farz namozida ba'zi qusur va kamchiliklar sodir bo'lsa, o'rnini to'ldirish vazifasini o'taydi. Shuning uchun ham shariatda bu namozlarni mukammilot, ya'ni to'ldiruvchi namozlar deb ataladi. Yana bir muhim jihat, Hanafiy mazhabimizda farzdan keyingi sunnatlarni farzning izidan darhol o'qiladi. Faqat hadis sharifga muvofiq ularning o'rtasi quyidagi kalimalar bilan bo'linadi. Savbon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam farz namozni tugatganlarida 3 marta astag'firulloh der edilar va ey Alloh, sen salom, salomatlik beruvchisan. Salom, ya'ni salomatlik sendandir. Sen muborak bo'lding, ey jalol va ikrom egasi. Imom Muslim rivoyati. Yuqoridagi ma'lumotlarga binoan farzlardan keyingi sunnatlarni masjidda o'qish sunnatga zid emasligi va mazhabimiz qonun qoidalariga muvofiq kelishini ta'kidlab o'tamiz. Vallohu a'lam.